Bilasizmi, Samarqandga shunaqa qo'lli gul travertinchi ustalarni topdim borku. Ana hozir men o'zim Samarqandgaman. Shu yerdan kelib syomka qilaman, tomosha qiling ishlarinda. Ana shuni kvadrat где-то $8 dan $12 bo'lar ekan. Lekin shunaqa san'at asari bo'lgan borku, tomosha qiling. Achalarning qo'li konkretni gul ekanda, lekin tomosha qiling, 1 gram ham xatosi yo'q. Vah, lekin qasrday chiqibdi-da borku. Qasrday. Ana shu nimalari ham ana shu tumbani masalan ana bunaqa naqsh qilib qilgan-ku. Bu ham o'sha pulni ichiga. Faqat ustalarga qiladiganingiz lesa bilan shu abet olib berasiz tamom. O'zlari Samarqanddan ustalar borib aytgan obyektingizda ishlab beradilar. Vah, lekin tomosha qilinglar, rostdan ichiga zo'r ishlaganda ana shu tuyagalari ham ichiga. Qarangsiz, ana yaqindan ko'rsataman. Xuddi ana shu kачествоga bo'ladi. 1 gram ham ayb yo'q. Masalan, trezaga ozgina kraskasi uchgan, sifatsiz ishlamaydi bachalar. Ko'ryapsizmi? Uchaga qaranglar, shunday qasr bo'lganda qasr. Vah, ko'ryapsizmi? Qanchalik chiroyli ishlangan. Juda chiroyli, bunga qaranglar, arkalarini ham bor-ku. Shuni ham prям umuman xatosi yo'q-da, men o'zim ham usta tushunaman-da. Ko'ryapsizmi? Ana, xuddi ana shunday jilolanadi.